Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, aziz yurtdoshlar. Bugun 18 mart 2026-yil Bag'at avtomarketdan sizlarga bu videomizda Gentra mexanika ko'rsatamiz. Bu mashinamizni bir dona pasportni evazida Bag'at avtomarketga kelib, avtokredit yatib olib ketsangizda bo'ladi. 2022-yil GK2 Sveta mashinamiz bor yo'q 18.000 kilometr yurgan. Benzinda o'zini pokrishkalarida turibdi. Mashinamiz qonunlanganidan beri birinchi nomerlar olingan, plus bir dona xo'p magnitofon qo'yilgan. Boshqa hech qanday ishlatilmagan. Mashin akkuratniy, sveji sostaniyada, bir yerdan ko'chilgan, sirilgan, sarapinabo'n joylari yo'q. Bir dona pasport plus bir dona prava ikkalasidan avtokreditda chiqarib olib kelsangizlar bo'ladi. Oylik to'lov 4.400 dan 5 yil chiqadi. Agar o'zlaringizda prava bo'lmaydigan bo'lsa, og'angizdami, dadangizdami, akkangizdami, xullas oilangizda bir dona prava bilan avtokreditda olib ketib bilasizlar. Pravasiz bo'lmaydi, lekin bu bankning qo'ygan usloviyasi bizaniki emas do'stlar. Oylik to'lovi 4.400 dan bir dona pasport, oddiy kredit bo'ldi. Shu mashinlarni Bag'at avtomarketida kutib turadi. Kelib olib ketasizlar.